Eyo do'stlar, sizlar bilan kambag'al Craft qanaqa qilib cho'lda uy bo'ladi-yu, shunaqa qishloq topishlarni o'rgataman. Mana set degan joyga 111 yozsanglar, keyin kirasiz. Mana qarashingizda turibdi bag'da. Mana ikkita joylashgan bir-biriga. Mana kirsangiz, hop, mana bosib olsangiz portlab ketadi. Shuning uchun o'chirib olaman. Olmoqsa bo'ladi. Ikkinchi uyda ham shunaqa. Mana ikkinchi uyda. Sho'lamiz. Sekin. Siyah o'tirsa bo'ldi. Короче, bu uyda shunaqa. Zumrad bor bu uyda. Bir kodi bilan mana mashina topib olishim. Pichol. Ne? Uy. Shunday. Hop, yana o'rgataman. Katta qishloq. Keyin 34, 24 qo'yiladi. Kirishingizga mana shunday turilasiz, chiqasiz. Mana shunday katta bo'ladi. Keyin chalg'ib mana bu tarafga. Trilgan joyingizda mana chapga yuraverasiz. Chapga yurib ketaversangiz, mana qishloq ko'ryapti. Katta qishloq mana shu yerdan kattani ko'rasizmi? Mana shu yo'lgacha mashina. Bu yerda qishloqlar bor, kalemlar bor. Temirchining uyi ham bor mana. Hamma uy bor. Keyin endi kichkinaroq ishlar yaratish o'rgataman. To'qqiz kirsangiz mana qishloq bas. Kichkina qishloq. Temir ishlarni. Do'stlar, bu video yoqqan bo'lsa, obuna, like bosib qo'ying. Yana boshqacha qishloqlarni topishni o'rgataman.